Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugungi rolikimiz Sputnikdamiz, hurmatli obunachilar. Hammaga qulay 2 qavatli 130-140 kvadrat atrofida, даже 150 kvadrat ham bo'lishi mumkin. To'shni kadastr papkasini bilinmiz. Egasi bilan pramo gaplashaverasiz, hech qanday muammo yo'q. Allarni troyterlar urilgan polnisti, alifallar qilingan. Sharsharlar ham qo'yiladi polnisti, steshkalar qo'yilib, gul atizlarni ega ekan, do'stlarim dökilgan. Kolodislar eldan chiqqan xulma. Eshiklarimiz, aynalarimiz yaxshi, sifatli eshiklar ham qo'yilgan. Hatto aynaning devaraklari ham tegala bilan zo'r etib, sifatlatib, ko'ngildagidek chiqarib qo'ydilar. Uni biza aytgandan sizlar kelib ko'rganingiz yaxshiroq to'g'risi. Ustida kadastr papkasini ko'rib, to'g'ri notariusda pulni beraverasiz. Pramo egadan to'g'ri gaplashaverasiz. Nomerdan beraveramiz, xalasangiz muammosi yo'q. Hurmatli obunachilar, narx ham skalant baho, hurmatli obunachilar. Korpus baho desam adashmayman. Yuqorida 3 xona, pastda 1 xona. Xalasangiz hozir zo'r varianti 2 bani qilsangiz ham bo'laveradi. Narxini aytib o'taman oldindan, hurmatli obunachilar. Oxirinda aytib o'tirman. 535 million so'm, hurmatli obunachilar. Korobka joy. Hozir ko'rasiz, korobka bon bilan dim ishi bor. Endi har kim o'zini ko'nglinda xalasa fon, xalasa aboy, xalasa atachent aytishi mumkin. Hozir shu birsini tanishtirib o'taman, hurmatli obunachilar, shu o'rtada tanishtiraman. Bu yerda ikkisi ham bor. Xalasangiz 2 g'ayni, 2 aboya, kim olsam, ikkisini olsam, yana 1-2 so'm ustidan xayridan qaytiladi. Qani ketdik esa, bismillah deb boshlaymiz. Xudo xolasa, endi kolod ishlari, gul atizlari aynalar qo'yilgan, dalana 2 ayna, yuqori balkon joyimiz ham bor. Balasinalar qilingan. Alikabonlar ham qilingan ekan. Ustalar ishab tutdi. Travitellarimiz ham ustidan zemchuk urilgan. Berimiz kafeda bo'ladi. Bismillah. Berimiz dalan qismimiz plita bilan bosilgan, hurmatli obunachilar. Ikkinchi etajimiz og'och bilan bosilgan ekan. Podушкалар ham baland, ko'rishingiz mumkin. 1.10 dedi. Fundament ham baland, hurmatli obunachilar. Suv toshkasini ham girzib qo'ydilar keyin. Soğukdan chiqib tutdi. Dalanimiz ham 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grubi 7,5 metr. O'zi 7,20 bo'ladi. 6 plita 1,20 da. Berimiz 6 ekan. 3.30 6 ekan bu. Berimiz zal qismimiz. Hurmatli obunachilar, xalasangiz pol qilasiz. Xalasangiz gömdirasdan to'g'ri pol qiling, laminat pol eding. O'zingiz ko'nglingizda qilaverasiz. Hamma o'zi qulay ekan, hurmatli obunachilar. Narxi zo'r. Buni olib qaraganda 3 xonani puli. Berimiz sanuzel. Sanuzelimizdan ko'rishingiz mumkin. Pishgan karuch yarımgacha urilgan. 5-6 qator ham karuch urilgan ekan. Plita bilan bostirib qo'ydilar. Ustini plashatga etib, xalasangiz zinani ustidan yorsangiz ham bo'laveradi. Ustidan boni qilib bersangiz ham bo'laveradi. Berimiz yana bir spalni joyimiz. Hurmatli obunachilar, biza odashimiz 2 xonasi bor ekan pastda. Shunda 5 xona ekan общий. Berimiz spalni joyimiz. Spalnimiz razmeri 3.10 ya 3.20 ga 4,5 metr. Berimiz oshxona. Oshxonamiz ham 3.30 ga 4 metr. Plita bilan bosilgan. Berimiz bog' qismimiz proxodlar polnisti qo'yilgan. Xalasangiz meva-cheva, gul-pul ekib qo'yasiz. Xalasangiz bu yerda yozi kuxni, barbekyu açishingiz mumkin, kladovka açishingiz mumkin, yozi hojatxona açishingiz mumkin. Xohlashingiz açsangiz bo'ladi. Berimizning orqa tomonidan ko'rinishi. Birinchi qavat bilan donishda keling, hurmatli obunachilar. Joyini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Hatto razvedkalarni tashalgan, sifatli qurilgan. Narxi ham skalant baho. Ikkinchi qavatimizni hozir kuzatamiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi qavatdan chiqib keldik ekan. Bu yerni bani qilsangiz bo'ladi. Plita bilan bosilgan aytib o'tdik. Bu ham plita ekan. Bir chetdan ketaveramiz ekan. Zinat ish o'rdan ketadi. Xalasangiz taxta poldan, xalasangiz quyma atib zinatsangiz ham bo'laveradi. Oshxonaning usti 3.30 ga 3 metr. 3.10 bo'lmasa
3,5 toşni bilmeyman doğrusu. Kadastrda hammasi yazılgan. Taxmin aytib turibmiz. Ko'p aytib yolg'on so'zlagandan lutfi bilinman degan yaxshiroq. Bu yerda yana bir xonamiz, hurmatli obunachilar. Bu katta, kichkina emas. Og'açlar ham yaxshi og'açlardan bo'lgan. Bu yerimiz yine dalanın üstü. Cayımızda umuman gap bo'lishi mümkün emas. Bu yerimiz yine zalın üstü zal. Bu yerimiz balkon, hurmatli obunachilar. Yine balkondan çıkıp gösterme. Canımız gap yok. Narxı 535 milyon so'm. Hurmatli obunachilar, keyingi videoda görüşünce sağ olun, aman olun.